Kafilchi nomerini yozib oling. Xolos 88lik 305 kafilchi nomeri necha edi? Hozir u g'ishlar yaxshi emas. Biton qo'ying, tog'a. Hozir men bitonchining nomerini beraman sizga. Yo'q, xolos demang, olmang. Menda 2 tonna sement qolib ketgan. O'shani beraman, o'shani ishlatasiz. Bo'ldi, tamom. Ha, hammani kirasiga tashlayveraman nomerini. Bo'ldi, xo'p. Iliki kirgan haligacha usta ishlatishni bilmaydi. Bizda ustada, professionalda baribir o'zlari. Remont qilayotgan opa-singillar. Cho'tta nitoda qara, devorni boshqarangi qilish kerakmi, tomni boshqarangi qilish kerakmi tushmayapti-da. Usta ishlatishni bilmaydi-da. Mana ko'rkatlarga nima kerak bo'lsa, Bizlarni buzib, remont qilishni bilgan odam qilsa-da, bizani usta zo'r ishlagan. Diplomlagan. Ya, bu bola bo'lmaydi, aftini qara, buni aldaydi bu sani, yarim yo'lda tashab ketadi. Mana unisi bo'lsa-da, yaxshi ko'rinadi, boshda muloyim ko'rinadi, aytganingni qiladi, lekin baribir ting etib yo'q bo'lib qoladi. Telefon qilsang ko'tarmaydi. Opa, o'rtog'ingizga yigit tanlab beryapsizmi? Ha, yo'q, bu usta tanlab beraman. Remont boshlagan balon bilan biz professional-ku endi. Amaki qarang, remont boshlagan bo'lsangiz, bizdan maslahat so'rab to'g'ri qilasiz-da, biz o'sha professionalda, amaki. Santexnikani Jomi bozordan olasiz. Kafillarni mana quyliqqa tushib olasiz. Qolganini Urizordan olsangiz ham bo'ladi. U ham arzon-da. Muhimi remontda mebelchilarni aniqlashtirib olish kerak. Hozir men sizga zo'r mebelchini beraman. Siz qo'llatib remontingizni qilib berasiz. Yozing. Ucha aql o'rgatdilaring. Bir yildan beri remont qilasiz, remontlari qachon tugaydi? Amaki ustalar chiqib ketsa biz qanaqa yashaymiz? Ularga o'rganib qolganmiz. Ha, o'zimiz arendada yashasak yashaymiz, lekin ustalarni chiqarib yora olmaymiz. Bo'ldi, menga remont kerak emas. Men arra so'rab chiqdim sizlardan. Uydagi yog'ochlarni kesib olishim kerak edi. Arra, narra, yarra. Mana qara Imoni, yana hazilingni ChatGPT yozib berdimi deyman, ha? Vashshi kulgili emas ishon. Amaki kuling bo'lmasa. Arra yo'q, remont ham yo'q. Remont bo'lsa arra bor. Vaqtinaxon sumkangizda vlajningiz bormi? Ha, bor. Hozir bir daqiqa. Rahmat, shuni kutgandim. Bolajonlarim, shu yoshga kirib men yagona tushungan narsam, eng muhim narsa bu uy. Boylik, mashina emas, eng kerakli mana shu daftarda ustalarning raqami. Ana shuni meros qilib senga qoldirdim, bolajon. Voy opa, o'lmay turing opa. Opa, 2025-yilda boshlagan ustalar ishini bitiribdi. To'g'ri 20 yil o'tdi, lekin va'dasini ustidan chiqdi. Bu dunyoda boshqa armonim qolmadi. Endi tinchgina o'lsam bo'ladi. O'lmay turing. Ular qolgan xonalarni bitirdi. Oshxona qolgan hali. Voy yuragim, voy. Opa! Isto.